alloh subhanahu va taolo ushbu buyuk Ramazon sharofatidan oilalarimiz, insonlarimizni qalblariga muhabbatni solsin, iliqlikni solsin, oralaridagi adovat, dushmanchilik, kelishmovchilik, noqulayliklarni hammalarini ko'tarsin. Ota-onalar, bolalar, er-xotinlar, opa-uka, aka-singillar, oilani ichida yashab turgan barcha azizlarimizga Alloh taolo o'zi baxtli, saodatli hayot bersin. Dinimiz ta'limotlari asosida bir-birlari bilan go'zal muomalada bo'lishlarini nasib qilsin. Har bir inson shariatimiz yuklagan o'ziga sharafli mas'uliyatni sharaf bilan ado etib, qarindosh urug'lari oldida, el yurt oldida, eng asosiysi Alloh taoloning oldida yuzlari yorug' bo'lishini nasib etsin. Alloh oilalarimizni barchalariga tinchlik bergan, salomatlik bergan, ahillik, inoqlik bergan, o'zaro hurmat, ehtirom bergan, urush janjallarni, kelishmovchiliklarni, turli noqulay holatlarni bizdan yiroq bo'lishini nasib etgan. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz, barcha ishlarimizni o'ngidan kelishini o'zing nasib etgan. Bizga yuborgan diniy ta'limotlarini qunt bilan o'rganib, ularga ixlos bilan amal qilishimizda o'zing yordamchi bo'lgan. insonlarimizni hammalarini mo'minlik, musulmonlik burchini sharaf bilan ado etishida o'zing ko'makchi bo'lgin. Oilalarimizni baxtli, saodatli qilgin. Oila a'zolarini hammalarini haqiqiy mo'min, musulmon bo'lishlarini, o'z vazifalarini sharaf bilan ado etishlarini nasib etgin. Oilalarimizdagi baxt, saodat, tinchlik, omonlik, ahil, inoqlik jamiyatga ham ko'chib, vatanimiz, elimiz, yurtimiz barcha mo'min musulmonlar ahil inoq bo'lishini, baxtli, saodatli bo'lishini, go'zal muomalada yurishlarini nasib etgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.